ko'pchilikning xatosi gidrofilka ishlatgandan keyin yuzni penkada yuvishmaydi. Qizlar, yuzinglarni обязательно gidrofilniy masloni ishlatganingizdan keyin albatta yuzingizga mos penka yoki geldan foydalanishingiz kerak. Masalan, yuzda yog'lilar uchun buni tavsiya qilaman. Yog'lanishni kamaytiradi. Sostavida niatinamid gialuronkasi bor, teringizni ham namlantiradi, ham qizlarjonli poralaringlarni toraytirishga yordam beradi. Mana bunisi bo'lsa quruq yuzlar uchun. Va mana bular ham quruq yuzlar uchun ishlatiladi. Qizlar, sostavda katta farq bo'ladi. Buni sostavda salisilvoy oksid gialuronkasi bor, a bunda bo'lsa gialuronka и ceramidlari bor. Ko'zdan holatiga qarab tanlanadi. Agar ko'zingiz akneli bo'ladigan bo'lsa, CeraVe'ni akne control cleanserini olishingiz kerak. Sostavda salisilvoy oksidi bo'ladi. Bu qizlarjonlar yuzinglardagi aknelarni davolab beradi, poralaringlarni qisqartirishga yordam beradi, qora tochkalarning chiqishini kamaytiradi. Bularni mana shu brendda hamma narsasi lechebniy qizlar. Agar yuzinglar ham yog'li, ham akneli bo'lsa, buni ishlatinglar.